Ramizan Yazmiliri 3. bab Quran Ëyi Ramizan 1. bölüm Ey talib, Qur'onni elib kelgan Ramizanni Qur'on bilan kutib ol. Xandakda söyümlük payg'ambarimizning atrofiga o'lashgan bir to'p musulmon och qo'rsoq holatda xandak ko'layotdi. Ba'zi o'raklardan qo'ram tashlar chiqadi. Olamlarga rahmat, söyümlük payg'ambarimiz birdam u xandakning yeniga, birdam bu xandakning yeniga berib, ishlarni ko'zdan kechirsa, yana ba'zida bozg'onni qo'liga elib, qo'ram tashlarni parchalashga yordamlashadi. Xandak ko'lash kech-kunduz davom qilmoqda edi. Qabul qilinadigan duoning sababi qo'shib qilingan duo ekanligini söyümlük payg'ambarimiz eng yaxshi biladi. Yana shundaq bir sahna. Qop-qora granit tashlarga urilgan bozg'on zarbisidan ba'zida kichik o't uchqunlari chiqarsa, ba'zida bu o't uchqunlari oy nurida xandak qo'layotgan sahobalarning yuzini yo'rtadi. Söyümlük payg'ambarimiz qo'rsqini to'yg'izg'idak ozuqliqi bo'lmagan bu kishilarga odatda kishining ishongiz kelmaydigan xush bishoratlarni beradi. Bu uchqunning yo'riqligida Yamanning burushlarini ko'ryapman. Toshqa yana bir bozg'on urildi va oldingi qatimqidan texmi kuchlik o't uchquni chiqdi. Buning yo'riqida Kisroning Madain saroylarini ko'ryapman. 60 ga yaqinlab qolgan söyümlük payg'ambarimizning qo'lidagi bozg'on 3. qatim granat toshga urildi va yana o't uchqunlar chachirdi. Bu uchqun nurida Suriya tarafning yo'riqliqi chiqqanligini ko'ryapman. İnsanlık şahit bo'lgan eng buyuk iman harakatlardan biriga qo'mondonlik qilayotgan muborak payg'ambarning oldingi kundan boshlabla og'ziga bir lo'qma kirmaganligini biladigan mo'minlarning bu xush bishoratlarning amalga ishishida zarrachilik gumon yo'q edi. Ular imonning eng cho'ng imkon ekanligini biladi va uni energiyaga aylantiradi. Agar u yerda bir strategiyachi bo'lgan bo'lsa, bu xush bishoratlarni hargizmi aqlga uyg'un deb qaramagan bo'ladi. Biroq söyümlük payg'ambarimizning bu xush xabarlari hatto o'sha kundan 20 necha yil o'tmasdilla uningdan oshgan holda amalga oshdi. Tarix haqning hamını üstün bo'ldiganligini, hech qanday narsaning uningdan üstün bo'lmaydiganligiga yana bir qatim shohid bo'ldi. Sen emas, tog'lar silkinsin. Hazrati Alining qo'shiniga qilgan xitob edi bu. Shundoq, sen emas, tog'lar silkinsin. Ammo sen tavrinib qolma, tik tur. Agar yiqilsang, mundaq bir bismillah de. Allohga osi bo'lgan yerda to'pam bo'ladi. Ya'ni gunoh bor yerda ofat bo'lur deb quruqlikda kema mang'izgan nuhdak bo'l va Bismillahirrahmanirrahim Nahayatda shafqatlik va mehribon Allohning ismi bilan boshlayman degin. Janubning qudratlik xonishi Beliqizning ko'ngliga Bismillah bilan kirgan Hazrati Sulaymondek Bismillah degin. Taif qaytishida rahmat qilingan olamning o'ziga tor kelgan söyümlük payg'ambarimiz Muhammad alayhissalomdek
La havla ve la kuvvete illa billah. Yani Allah'ның yardımı bolmasa, қолымыздан hiç iş gelmeydi degen. İman gülxanıda sınalgan Hazreti İbrahim aleyhisselamdek Hasbiyallah ve nimel vekil. Yani Allah nime degen yaxshi hami degen. Vazifasini tashlab ketganligi uchun yangidan tug'ilishga mahkum qilinib, tavbasi qabul qilingan Hazreti Yunus alayhissalomdek La ilaha illa entu subhanike inni kuntum minel zalimin. Yani Parvardigorim, senden başqa hiç ma'bud barhaq yo'qdir. Sen jimi kamchiliklardan pokdirsan. Men haqiqatan o'z nafsimga zulm qilg'uchilardan bo'ldim degin. Vazifangni tashlab ketgan bo'lsang, o'z o'rningga qayt va insonlarga iymon, erkinlik, adolat va ishonch yetkazishga tirish. Sening qo'lingga muhtoj igi chaqsiz qo'llar. Sening mehringga muhtoj g'erib ko'ngillar. Sening bir tamchi so'ygunga muhtoj qurib qalay degan gullar bor. Buni unutma. Avval so'ygungni beg'ishla. Ondan nima qilsang qil. Eng avval so'ygungni beg'ishla. Yuragingning yadro energiya kuch markazi ekanligini esingdan chiqarma. U yerni har turli ishg'oldan muhofazat qil. Ishchingning bir yerlarda zahmat ko'rmagan, suv kirib ketmaydigan bir yerlaring bo'lsin. Hayot dengizida bo'ron chiqsa, o'zingni daldaga oladigan joy u yerdir. U yer iymonning va inkorning makoni, so'yguning va nafratning poytaxti, badan mamlakatining ostonasi. Aql ishlatadigan qalbingni kuchlantir. Qandoq qilib? Albatta, Qur'on orqali. Qur'on ëyi yaqinlashmoqda. Ramizan Qur'on tug'ilgan oy. Bütün bir Ramizanni Qur'on tug'ilgan oy deb ro'za bilan muboraklaymiz. Qur'on tug'ilgan kunning qaysi kun ekanligini aniq bilmaganligimiz uchun u kunni o'z ichiga olgan bir oyni muboraklaymiz. Ramizan yana keldi. Ilgirki yillardami kelgan edi. Ammo Qur'on bilan kelamdi yoki Qur'onsizmi? Mana bu ishning hal qilg'uch nuqtasi. Hazreti Payg'ambar hisob kunida o'ziga ishonganlardan Allohga bir ish to'g'riliq shikoyat qiladi. Uning qaysi ish ekanligini bilamsiz? Payg'ambar aytdi: "Ey Parvardigorim, shubhisizki mening qavmim bu Qur'onni tashlandiq qilib qo'ydi." Sura Furqat 30-oyat. Shifasi yo'q bir kasalga. U kasalni davolaydigan tabibdan bir retsept oldingiz deb tasavvur qilayli. Retseptni olgandan keyin uni tayyorlab piyolaga quyib suyini ichamsiz yoki yodlab olib atigan oqshomlari tilovat qilib qo'yamsiz yoki uni oltin xatlik qilib yozdirib tomga isib qo'yamsiz yoki uni eng go'zal musiqaga kirishtirib naqsh qilib aytamsiz. Agar bularning hammasini qilsingizmi dardingizga darmon bo'lmasa, doktordan ranjimsiz yoki retseptimmi? Siz hozir jang maydonida. Baş qo'mondan bir urush plani hozirladi deb tasavvur qilayli. Bu
planiga yuqoridagi kishi retseptga muomala qilgandek muomala qilsangiz, jangda g'alaba qila olamsiz? Agar yengilib qolsangiz, mas'uliyatni bosh qo'mondonga ortib qo'yamsiz? Bundaq qilsangiz, odillik bilan muomala qilgan bo'lamsiz. Shundaq, yaxshi ko'radigan so'yguningizdan bir maktub oldingiz deb tasavvur qilayli. Bu maktubni ochmay, o'qimay, qanchalik muddat chidalaysiz? Bir umr? Yo'q, bir yil. Yo'q, bir oy. Yo'q, bir hafta. Yo'q, bir kun. Bir kunmi bak uzun? Shundaq emasmi? Сөйгініңіздің kelgan maktubni echib ko'rmaslik uchun bir kunmi sabr qilolmaysiz yu, Rabbingizdan kelgan maktubni shuncha uzun vaqt o'tgan bo'lsa-mu, tehicha echib boqmagan bo'lsangiz, Rabbingiz ranjib qolmasmi? Har kuni namozda 10 necha qatim o'qiydigan Fatiha surasining ma'nisidan hozirgacha xabarsiz bo'lsangiz, Qur'on ranjib qalmasmı? Rahmat mənbəsi bolğan aləmlərinin pərverdigari sana köngül bölüb düşürgən yol körsətküşni. Sən insan balısı tövənçilik bilən Rabbim mana nemi dəvatıdı, nemi deməkçi buluvatıdı dəb tehici oylanmısan. Şəxsi, hissi, ruhi, siyasi, iqtisadi, umuman hayotning hamma sohalariga chetiladigan kasallarga, ya'ni ijtimoiy masalalarga qayerdan va qandoq davo topa olaysan? Qur'on dorixonasiga ega bo'lib turibmi, ming bir turlik kasallik ichida to'lg'angan bir bemorning o'simlik odamdek hayotga mahkum bo'lib qolishi aslida nimaning jazosidir? Sen ey talib, Qur'onni ilib kelgan oyni Qur'on bilan kutib ol. So'zlar sultonini ilib kelmagan bo'lsa, oylar sultoni bo'lmaydi. 11 oyning kiri ustimizda. Bu kir qo'l yoki putning kiriga o'xshamaydi. Ularni yuyivsangiz chiqib ketadi. Ammo bu kir yurak, zehn, aqlning kiri. Bo'libmi tasavvurning kiri. Tushunchaning kirlanishi davrimizda o'zini daldiga olg'ili bo'lmaydigan bir kasallik. Tushunchasi va qalbi kirlangan inson bu kirni qo'li tekkan har narsaga bir shaklda yo'qtiradi. So'z, tushuncha tuyg'uni kirlatadi. Kirlangan zehn bilan Qur'on o'qisa, zehnidagi maynachilikni uningga yo'qtirdi. Ibodat qilsa, uningdan bir zo'q ololmaydi. Bu xuddi dunyoning eng lazzatli g'izosi maynat bir qachiga silinsa, uni yeyil bo'lmagandek bir ish. Tushuncha va aql, qalb va tuyg'u kirini paklash, kirlangan bir organni paklagandek undaq oson emas. Yuyivasang chiqib ketadi, deyolmaysiz. Bu oldinqisiga qaraganda oson chiqmaydigan kir. Bulg'inish ma'naviy jihatdan bo'lganda, uningdan paklanishning yo'limi ma'naviy bo'lishi kerak. Bu nuqtadan ibodatlar Allah tarafidan belgilangan paklanish yo'llari. Allah tarafidan belgilangan. Chunki insonni yaratquchi uning ojizligini hammadan, hatto insonning o'zidanmi obdan biladi. Xuddi Qur'onda aytgandek, yaratquchi yaratilganni bilmamdi. Shunga insonni ma'naviy kir
və datlardan paklaydigan retsipnimi ən yaxşı şəkildə o yazıdı. Vəhi, mana bu retsiplardan tərkib tapqan ilahi şifa g'aznisi. İbadətlər öz aldığı bir muddani bildirməydi. Ular əməlgə aşırmaqçı bolğan ulug'var g'oyaning bir vositasi xolos. Ro'zumu shulardan biri. Har ibodatning g'oyasi va hikmati bor. Lekin bu g'oya va hikmatni ba'zida ibodatni farz qilgan ilohiy buyruqda ochiq oshkor holda topalaysiz. Ba'zida cho'nqur tafakkur va bir-biriga kirishtirib o'qish uslubi bilan vahiyni o'qish natijasida andin topalaysiz. Ro'za ibodatining maqsadi birinchi turga kirdi. Ro'za tutishni farz qilgan oyat mundaq boshlanadi. Ey mo'minlar, sizlardan ilgirkilarga ro'za farz qilingandek, sizlargami, ya'ni Ramizan ro'zasi farz qilindi. Bu ilohiy ta'limotning orqasidilla ro'za ibodati orqali insonlarda amalga oshirilmoqchi bo'lgan g'oya ochiq holda bayon qilinadi. La alaykum tattaqun. Mas'uliyat tuyg'usiga ega bo'lishinglar uchun. Shundoq. Ramazan ro'zasining maqsadi mas'uliyat tuyg'usini shakllantirish, uni har doim jonliq tutish. Kimga qarta mas'uliyat tuyg'usi shakllantiriladi? Oldi bilan insonning mavjud bo'lib turishiga qarta mas'uliyat tuyg'usi hosil qilish. Chunki inson maxluqotlarning toji, Allahning shoh asri bo'lish sifati bilan ma'lum maqsad uchun yaratilgan. Shunga o'z mavjudlik g'oyasini so'rash, bu haqda izdinishi va uni tepishi kerak. Mana bu insonning o'ziga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usi. Inson o'ziga bo'lgan mas'uliyat tuyg'usini tunib yetsa, Alloh oldidagi mas'uliyatini tunib yetadi. Mana bu Qur'on ifodasi bilan taqvolik bo'ladi. Insonda mana bu ong yetilganda, inson boshqa insonlarga, tabiat dunyosiga va shaylarga bo'lgan mas'uliyatini tunib yetadi. Bu ma'nodan ilib aytganda, ro'za tutish insonning o'z ichki dunyosiga bo'lgan mas'uliyatini ado qilishini ifodalaydi. Ojizlab ketgan ruhning kuchaytilishi uchun ruhning to'yg'izilishi. Chunki 11 oy bo'yincha badanga silingan har turli mablag' ruh, aql va idrokni ikkinchi o'ringa tushirib qo'yganlikdan ular ojizlagan edi. Halbuki insonni inson qilgan omil uning go'shi, so'ngiga emas. Bundaq bo'lgan ekan, insonni inson qilgan omilning kuchaytilishi, ularning g'izolantirilishi va ustun qilinishi kerak. Inson o'zini inson qilgan taraflarini g'izolantirganda, qorong'ulikda qolgan ko'ngli, aqli, idroki yo'riydi. Shundaqla ko'rmas bo'lib qolgan qalb ko'zi ko'rishga, qalb quliga anglashqa va qalb burni hidlashqa boshlaydi. Bu ma'naviy ilgirlashlar soyasida inson ingi yuqur ko'tariladi va inson ibodati orqali Rabbi bilan orasidagi munosabatni aktiv holga keltirdi. Mana bu munosabatda insondan Rabbining dargohiga o'rlaydigini abudiyat, ya'ni bandalik bo'ladi. Buningga qarta Allohdan javob bo'lib tushkuni
rububiyet, yani Rəblik buludu. Adırsığı toğru yetip barğan hər örləş bir mirac buludu. Bununğa Allah tərəfindən berilgan cavab bolsa, nuzul buludu. Vəhiy, Adəm ballarının mövcudluq suallarına Allah bergen bir cavab və Allah'ın insanı etibarga alğanlığının bir ifadesi. Ahırqı vəhiy Məkkədə, Hira g'arida Ramizan əyidəki bir keçədə nazil bolışqa başlagan. Biz mühminlər vəhiyinin toğulğan iyi bolğan Ramizanni aylar sultanı deb bilimiz. Çünki o sözlər sultanı bolğan vəhiyinin Adəm ballarının zulmət basqan ufqını yoritqan iyi. Buningdan əgər Ramizan sözlər sultanını elib kelməgan bolsa, aylar sultanı bolmaydiganligini biləlaymiz. Ramizan əslida Qur'an ëyi və bu ay özünün mübarək bolışını vəhiydən almaqda. Bu arqılıq insanga deyilməkçi bolğan bişarət mundaq bolsa kerak. Vəhiy nazil bolğan ayni mana muşundaq mübarək qılğan bolsa, nazil bolğan keçini 1000 aydan, bir ömürdün, yani 1000 ay 83 yılğa toğru kelidi. Muadduq qılğan bolsa, ey Adəm balası, əgər Qur'an senin qalbinga, hayatınga, uyinga, şəhringa və məmləketinga nazil bolsa, senin qimmətingni qancha hassa aşırdı? Bunu oylab baxdыңmı? Ramizan Qur'an bilan bir gavdaga aylanadigan ay bo'lishi kerak. Qur'an faqat qo'limizda va tilimizda emas, qalbimizda, aqlimizda, hammadan muhimi hayotimizda o'rin olishi kerak. Qur'onning hayotimizdan o'rin olish uchun azaldan ulug' bo'lgan Qur'onni ulug' qilamiz deb, oltin harflar bilan yezish, muqovilash, o'zimizni avar qilishdak ahmoqlikni tashlab, Qur'onning bizni ustun qilishi taqozzosini ado qilishimiz lozim. Faqat bo'lmaganda bu Ramazonda ey Rabbim, men bugungacha menga avatgan maktubingni ichib o'qib, tushunib baqmaganligim uchun sendan mag'firat tilayman deb xarob bo'lgan ichki dunyomizni Qur'on vahiy bilan qaytadan bino qilishimiz lozim. Buni faqat o'zimiz uchun emas, vahiy nuriga muhtoj bo'lgan boshqa insonlar va bu ziminlarda parishon bo'lgan iymonning parlaq kelajagi uchun qilishimiz kerak. Xo'sh kelding Ramizan. Naxush bo'lgan bizlarni xush qil.